Ha, uyda basmidingiz? Bozorga ketib turdim, tinchlikmidi? Ha, bozorga ketib turadingizmi? Ha, ustalar kelgan edi. Ha, ustalar kelganmikan? O'zingiz boravering, men haliroq boraman. Mayli, nima qilmang, men hozir o'zim boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, men bor zo'r kutib turib qo'ydim. Ayolim uyda deb o'ylabman. Bozorgacha ketib qolgan ekan-da. Yo'q, xijolat bo'lmang. Nima qildirmoqchi edingiz o'zi? Aka, mana shu darvozamiz tepasiga bitta naves qildirish kerak. Ichkari zinab bilan oldida ham panjara kerak. Yaxshi. Unda joylarini o'lchab ko'raylik. Hajmiga qarab, sizning uyingizga mos tushadigan stillarni katalog orqali ko'rsataman. Oho, navesda ham, ограждениyaning ham fasoni ko'p ekan. Aka, o'zi bitta yaxshisini tanlab bering. Yaxshi, bering. Hozir aynan trendiga fasonni ko'rsataman. Aka, mana trendiga ограждение perillalarimiz va reshotkalarimiz. Rosa chiroyli ekan. Bo'ldi, shundan qilib berasiz. Bitta rasmga olsam, kimdan ko'rsatardim. Hop, bitta hisoblab bering, necha pulga tusharkan endi? 25 million navesingiz, 12 million ограждениyangiz bo'ldi, 37 million bo'ldi. Oldindan 18,5 million pul berasiz. 37 millionga tushib turgan bo'lsa 18 million. 1,5 ming dollar bersam bo'lar ekanda? Bo'ladi. Hozir uydan olib chiqib beraman. Xo'p, bo'ladi. Aka, 1,5 ming. Qanchada bitadi? 1 oyda bitadi, xudo xolasa. Bo'ldi, o'zi chiroyli o'rnatib ketasiz. Albatta. Boshlagan ishimiz barakotli bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh, barakotli bo'lsin. Barakasi. Salomat. Sunnatulloh, hormanglar. Bitib qoldimi? Ha, bitib qoldi. Ustiga leksanda qotirsak bo'ldi. Ha, yaxshi. Aka razmeringiz bo'pti. Nima deysiz? Telefon jiringlayapti. Alo. Ha, keliningizga hali rasmga olgan fasonimni ko'rsatdim, yoqmadi. Shuning uchun boshqa rasmlarni ham tashlab yuborasizmi? Bir ko'rib chiqishadi. Bo'ldi aka. Hozir Telegramdan tashlab yuboraman bo'lsa. Ha, okey. Tanladingizmi? Ha, men ayollar edim. Keyin sizmi deysiz? Telegramdan tashlagan fasollaringizni ko'rib chiqdim. Hech qaysisi yoqmadi. Ha, bu yangicha hech kim qilmagan fasollardan yo'qmi? Yangicha fasollar ham qilib beraveramiz. Narxlar o'zgaradi, qimmatlashadi. Ha, unaqa bo'ladigan bo'lsa qimmat bo'lib ketadimi? Ha, bo'lmasam bergan zaklat pulimizni qaytarib beravering. Boshqa joyga qildirarmiz. Bu qanaqa gap bo'ldi? Men eringiz bilan baraka qilib qo'yganman. Bu yerda ishlarni boshlatib, materialga pul sarflab qo'yganman. Bolalar ishlab yotishibdi-ku. Bering eringizga telefonni. Akangiz hech narsani hal qilmaydi. Gapni ko'p cho'zmasdan berilgan zaklat pulni qaytarib bering bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Kechroq pul tashlab o'tib ketaman. Ha, bo'pti, tezlating. Bugundan qolmasin. Ajoyib o'yinlar bor-da mana shunaqa.